Ushbu videoda men sizga TradingView ilovasida savdoni qanday ochish va brokerga qanday ulanishni ko'rsataman. Buning uchun siz TradingView ilovasini yuklab olishingiz kerak. Ushbu video ostidagi havolani ko'rishingiz mumkin. Menda u yerda ro'yxatdan o'tish havolasi bo'ladi. Ushbu arizada ro'yxatdan o'tganingizdan so'ng biz darhol jadvallarga o'tamiz. 3 ta gorizontal nuqta. Biz tanlaymiz va brokeringiz bilan savdo qiling deb nomlangan tugma mavjud. Uni tanlang. Bu yerda bizda TradingView'ga ulanishning turli xil variantlari ko'rsatiladi. Men Fpro brokeri orqali savdo qilaman, shuning uchun uni tanlayman. Agar siz hali ham men bilan savdo qilmayotgan bo'lsangiz, ushbu video ostidagi havolaga o'ting. U yerda Fpro brokeriga ro'yxatdan o'tish uchun havola bor. Bu xalqaro darajadagi eng yaxshi brokerlardan biri. Men ulanishni tanladim, chunki bizda allaqachon broker bilan yaratilgan profil mavjud. Shuning uchun men elektron pochta manzilim va parolimni kiritaman va ko'k kirish tugmasini bosaman. Ajoyib. Biz broker bilan aloqaga egamiz. Pastki o'ng burchakda tasdiqlashni tanlang. Ajoyib. Biz broker bilan bog'landik. Bu vazifalar panelida brokerning bosh harflari tushirilgan qizil kvadratni ko'rganimizda aniq bo'ladi. Agar sizning brokeringizda mablag' bo'lsa, siz to'g'ridan to'g'ri kotirovkalarga o'tishingiz, kerakli barcha kotirovkalarni tanlashingiz, keraksizlarni olib tashlashingiz va shuningdek, tikerlarni qo'shishingiz mumkin. Biz bog'lagan brokerning yuqori chap burchagidagi katakcha yoqilgan bo'lishi juda muhim, chunki faqat shu parametr bilan biz ushbu aniq kotirovkalarni tanlab, ular bilan savdo qilishimiz mumkin. Bizga kerak bo'lgan barcha juftliklarni ortiqcha belgi bilan qo'shamiz. Solanani tanlang, savdoni tanlang. Savdo menyusi darhol ochiladi. Miqdorni, lot hajmini tanlang va sotib olish tugmasini bosing. Bizda bitim bor, biz uni darhol tanlaymiz. Foyda olish uchun barmog'imiz bilan sudrab boramiz. Uni pastki qismida ushlab turamiz va stop lossni o'rnatamiz. Biz darhol zarar miqdorini va take profit miqdorini ko'rsatamiz. Va ushbu operatsiyani tasdiqlash uchun katakchani belgilang. Bu yerda allaqachon ba'zi eskizlar mavjud, ammo bu boshqa videoda. Kanalga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Keyingi videoda ko'rishguncha.